Assalomu alaykum. Barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan o'zimizning xonadondan sizlar uchun bo'g'oz mollarni chiqarishlikni boshladik. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 5-fevral sanasida turibmiz. Akalar, hammalaringga xayrli kun. Xo'p. Akalar, molimizni ko'ryapsizlar, hamma yeri sifat, yeb ichishiga javob, tanijoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q molni. Hozir shoshkalarni ham ko'ringlar akalar. Tutaylarni. Birinchi qoringa bo'lsa, shunday tutay bo'lar mana. Yoning sog' bo'lgur. Juda sifat narsa akalar. Demak, sizlarni ko'p kuttirmagan holda molimizni ma'lumotini berishlikni boshlaymiz akalar. Xo'p, akalar, bu 6 oydan o'tgan bo'g'oz 6 oylikka beraman. Kurash chiqmagan hali bo'zak. Birinchi qoringa. Bo'ylari 1.25. 6 oydan o'tgan 6 oylikka beraman. Narxiga akalar 32 million kami xayri bor. Kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul akalar. Voha tomonga ham liniya ochganmiz. Voha tomonga kelishilgan holatda dastavkasini qilib beramiz akalar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yishimizga ham dastavkani ozgina qoldi akalar. Ko'ryapsizlar, mana shu molimiz. Kimdir bu molni 32 million narx qo'ysam qimmat deyishi mumkin kommentariyaga kirib. Endi akalar, molga holatiga qarab 15 millionga ham bo'g'oz mol bor, 15 millionga ham ona bola mol bor. Hammasi holatiga qarab, sifatiga qarab narx bo'ladi. 32 million kami bor akalar. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Voha tomonlarga kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Kurash chiqmagan. Endi hammasi akalar holatiga qarab aytganimdek narxi. Xo'p, akalar, yeb ichishiga javob, tanijoni sog'ligiga, aybi nuqsi yo'qligiga turib beramiz, ammo havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya bermaymiz. Yashun kasalligiga, kimdir yashun deydi, kimdir oqsil deydi, kimdir shaloq deydi. Shunday kasalligiga javobgarligimiz yo'q akalar. Havodan yuqadigan dermatitga ham javobgarligimiz yo'q. Bizda lekin ko'ryapsizlar, hech qanday bir yashulda, dermatitda alomati yo'q. Molimiz sog'lom holatda turibdi akalar. Endi bu gapni bitta men aytmayman, hamma kanalda ham yashurga javob yo'q deb aytishyapti akalar. Yeb ichishini borganda sinab, tekshirib olaverasizlar behijolat. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha. Xudo xolasa hamma bilan kelishyapmiz. Bu molni olaman degan akalarimiz bilan ham kelishamiz, xudo xolasa.